Bugün nurg'ulg'an mehmonlar meshaga o'yin ko'gini keldi, uningda intayin xursandmiz. Mush mehmonlarning hammasi bizning to'niganlik uchun keldi. Tonimiz buncha ko'p mehmon yig'ilib ketmaydi. Mush mehmonlar ichida bizni tonimaydiganlar bormi desa, bor. Endi 50 bolalar bizni tonimaydi. 50 bolalar bizni tonib, bir o'yin ko'raydi deb o'ylab kelgan yo'q. Atangiz jabdib mashinaga minib bim qilmagandik ayishida bayma deb. Qalay desiniz, pakada o'zini yak tashlaydi. Shunga qilib kelgan bo'lishingiz mumkin. Qo'ldan ching tutib keldik, ching tutib o'tiraydi. Hamda bolalarimiz u yoqdan bu yoqqa menib, yig'lab qilsa bizning kayfiyatimiz yaxshi bo'laverdi, lekin o'yin yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Shunga hamda bolalarimiz yutib ketmaydi. Bugun bu yaxshi bir cho'ng teatrxona. Biz doim yezda o'yin qo'yamiz. Yezda o'yin qo'yganda kichik bolalar yutadigan ahvollar bo'ldi. Qaysi bir yezda o'yin qo'ysak, yazlık tiyatroxona adam intayin jiq kichik bir bal sahnaga chiqibdi. Gül berem kelsam qo'lda gül yo'q. Nimaga chiqdingiz desam, men yutib ketdim. deb turdi. Shunga men yerda odam izlashdan chiqadim. Yana bir yezdi qiziq, yana bir yezdi bir oppoq soqol bir buvoy chiqibdi. Buva nim naqshalab qilyaptıngiz? Cho'qim bu odam naqshalab qildi desam, eshak arabulkaga yek bog'lab qo'ygan, chiqib qarsam marvan turdi, eshigim yo'q turdi deb chiqadi. Shunga yerdaman harva eshak izlash e'lon chiqadim-da. Endi bugun igizyaga chiqqanlar bor, bular shu teatrxonaning igizyaning beltini o'tlaganlar bor. Yezada o'yin qo'yganda bunda sharoit yo'q. 10 rat o'rindiq va uning keyinda o'rindiq yo'q. O'r turdi haqlar. Ular bilet ip kirganlar ko'ranmaydi. Shu bir ayol ko'ranmabdi. Ko'ranmasdan yo'l chiqibdi. Men o'yinni ko'ranmadim deganki yo'ldishi mas'uliyatchi erkak 3 shaxs modoni qilib, uning tubiga 2 shaxs modoni ilib, uning tubiga ayol chiqibdi. Kichik bir buvoq bolasi aka balni qo'liga qilib beribdi. Bexatarlik uchun yo'ldishini ansirab motoning mo'ngizini tutib turibdi-da. Bir chaqda bizning naqshchilarimiz naqshiysa, ayol qattiq hayajonlanib ketib chavakchi kutib qarasa qoldi bola yo'q. Voy balam deb izlasa, ya deyotgan. Shunaqqa bugun 50 bolalar bor, ayollar chavakchanmi sanglarimiz rozi. Rahmat. Ham shu 50 bolalarimiz yig'lab ketmasin. Yig'lab ketib qolsa, yanchig'imizni kampitlar olsun. Va desma. Va desma. Desma deb ag'zab turaydi. Uning qonimisa da aylantirib, talani bir aylantirib yig'iltaydi. Qattiq bir yig'ilib olsa, ichi bo'shab, xotirjam bo'lib qolishi mumkin. Kichik bolaning gap chiqib qoldi. Bu kichik bolalarning ishlari asosan maktabda qiziqarli ishlar bo'ladi. Bir boshlang'ich maktabning o'qituvchisi dars o'tibdi-da. Saboqdoshlar, bugun o'tadiganimiz ö harfi. Misolga men o'y desam, ö keladi. Ya'ni ö keladigan gapni deydiganlar bormi? Des bolalar jim o'tag'an. Birli bola qo'l ko'tiribdi. Ha desa, o'tik. Ha to'g'ri, o'tik desak, ö keldi. Ya'ni ö keldi g'arabni deydiganlar bormi? Des hech kim ko'tamay, o yoqda bir bola qo'l ko'tiribdi. Ha des. O'tik. Voy davramsa adab bo'ldi-ku. O'ning degini o'ngpay, mening deginim so'ngpay. Askarlarni havoda mashq qildirgan chiqibdi-da. Chiqib aeroplanda askarlar qatorus o'tiribdi, bir askar mugdab qolibdi. Bular parashyutni sakramoqchi ekanda. Tushida momusini ko'ribdi. Balam nega mangding? Moma biz parashyutdan sakraydi ekanmiz, shu sakraydigan manzilga mangdim. Voy balam, buningdan sakirsang manzilga bormaysan, mening qishim tushib qolsa parashyuting chataq. Deyishdi, qo'pa deb o'qitibdi. Shu hammadan sakraydi degan. Yo, tushmayman deb tirajab turibdi. Voy tushgun, hammasi tushib bo'ldi dedi. Tushmayman, buning tushsa momamning qishiq berib qoldi ekanman, tushmayman deb bo'shda turib olgandan keyin boshliqni ochib kelib, voy bu, tekshirishdan o'tgan parashyutqa bu. Aka deb o'z taqab, menikin taqa deb hamma tushiribdi-da. Askarlar laylab tushib olsa, boshliq tushayotgan. "Va boshliq nega? Momamning qishig'i?" Ba'zi yoshlarimiz an'analarimizni unutib ketib bordi. Ba'zi yoshlarimiz bo'lsa shu an'anamizga qaytyapti-da. Şuna ikki qiz paranglashib qopti. Adash, mush Uyg'urchada nurg'un so'zlar bor bilmaydi ekanmiz. Ana ustiga salomlashganda deydigan gap bor ekan, shukurganda deydigan gap bor ekan, o'lim yetim kirganda deydigan gap bor ekan. Bunda ikkimiz oshtaq gaplarni deyishaylik degankin hadabda. Bir kun bir qiz telefon uribdi. Telefon kelibdi. Shunda elshiga qarashtirib do'sti. Assalomu alaykum adash desma unt qilib, alhamdulillah shukri adash. Assalomu alaykum. Bugun qadamda chirib qolgan barliq qarindoshlar kelgan qadamlar muborak bo'lsin. Bugun bir nechta bilan e'tibor berib keldim.
Bir dana shundoq degan ekan, yaxshi niyat yerimda o'lat, hech kim inkor etmagan, yomon niyat bilan hech kim murodiga yetmagan. Dard kelganda sabr qilib, baxt kelganda shukr qil. She'rning oxirini unutib qoldim, kechiringlar. İslam kamning uyiga ikki mo'may mehmonlab keldi. Bu mo'maylar shunda po'ch mo'maylar aka. Bir mo'may debdi. Mening navram 17 yoshga kirdi. Mush kunda bir kiyim almashtirdi. Tunagan kuni bugun kiymaydi. Ey ota-onaning puli va bo'lmas qanday qila olg'ayding deb ketaman. Kunda bir qitim almashtirdi. Degan ki yana birsi. Mening navram 18 kirdi. Et deganda kiygan kiyim tushda kiymaydi. Voy key desak unmaydi. Kuniga 2 qitim almashtirdi. Degan ki İslamkam. Mening davramni bilamsizlar? Mahmudning qizi kuniga 10 qitim almashtirdi. Voy qanchaga bo'ldi? 5 oylik bo'ldi. Rahmat. Ana bo'ldi. Rahmat. İslamkam bilan do'qmishdan turibdik, qarang'ishib. O'tgan kechgalar salom qildi, bilan kelib salom qildi. Assalomu alaykum İslamka degandi. Va alaykum assalom. Paratni uyiga berib kelay degandim. Qayoqdiki? Qays parat bajima. Qo'l yon chiqibdi-da, elib. Adavsa yeng hayotdan o'dul avu xo'jayizga chiqib, xo'jayizdan avu juliyizga aylanib, juliyizdan 5 ko'rikka aylanib, 5 ko'rikdan do'ngmaylik aylansangiz eshada. Voyjon, aylanib bo'ldilar. Voy, nimanda odamni avor qilgan ma ayolga. Rahmat. Bir ayol yo'lda televizor ko'rib o'tiribdi, ayoli koridorda deraza yutibdi-da. Deraza yutib, vat, shunda ochilib ayolning so'zlari yutib, deraza yutiblar. Ehtiyotsizlikdan 3-qavatdan tushib ketib qoldi. Yerim yaxshi bir mashinaning ko'z bilan axlatib ashun tepaga tushibdi-da, qo'shitni ketibdi. To'q qarshi jimib qolgan. Voy, jimib qoldiq bu deb televizorni o'chirib. Voy, nima kirib ketding deb. Hamma uy qarshi yo'q. Qiziqish oldi deb shunda qarasa, pastda bir axlat tushiydigan odam bu ayolni arug'sib etmangan. Hey, to'xta, nega desiz? Ko'rdingiz mashina, qarshi tarafning qishga bir umda ayolni axlat tushirib yutibdi dedi. Rahmat. Chat bir yezida bir balniki barmog'i ko'kirib qopti. Bu barmog'i machi ko'kirib qoldi deb yezda doktorxonaga kiribdi. Basa bu rahmiki ukam biz uqmudiq nahiyaga berang debdi. Nahiyalik doktorxonaga apasa, "Ey, bu rak, buni kesmasak bo'lmaydi. 10 kun yotsa" deb bir futni kesibla, tengibdi 10 kun yetibdi. 10 kundan keyin chiqib meni yuribdi, bir kuni qarasa ko'kiribmiş o'shqiga kelibdi. Bu qanday ish? Va Urumchiga boray deb abla Urumchiga kelibdi. Kasi cho'ng doktorimda ko'rib, "Ey ahmoq, mushuning keldingmi? Nima bo'ldi?" "Voy, paypog'imning rengi chiqdi ekan-ku" dedi. Rahmat. İslamkamning uyiga poyezd to'g'ri kelib qoldi, yezida bir uyi bor. Poyezd to'g'ri kelib qolib, shunda talash-tarash qilib ketdi bu odam. Men bilmayman. Ot buvamdan qolgan uy tursa bu. Ey İslamka, unda joylik qilmang, bo'pti, ba'misingizmi, ba'mang. Unda uyingiz turib tursin, tal baringiz turib tursin, mayaqda olma bir bilan tikkan mevji tikkan yeringiz bor ekan. Mayaqda so'qmutamni o'rib bir darvoza qilayli, oyoqdan bir darvoza ochayli, poyezd mayaqdan kirib, oyoqdan chiqib ketsin. Qanday bo'lamdi o'zi? Turib ketib o'ylab boqay. Va unda qilsam qanday bo'ldi? Unda darvoza qilgan bilan yerim kechida 10 soat birda poyezd kezman, tambal bilan chiqib darvoza ocham deydi. Rahmat. Oxirda yana bir latif deb beray. Esamkam yeng to'y qilgan mezgillarda ayoli atigan debdi-da. "Esam bugun tushga nim tamoq qilib qo'ysam bo'la" degandikin. "Polo aytib qo'y" deb ishib ketibdi. Tushdi kelib, bu poloni sho'lda qilibdi, bu suni qo'yib. Qanday yig'in oldu? Bo'pti, gap qilmay turay deb gap qilmabdi. Ati shundan maqsa, "Esam bugun nim tamoq qilib qo'yay." Bugun sho'lda aytib qo'yay. Ma'qul debdi, tushdi kelib. "Bu sho'g'urishlik qildi bu sho'lini. Bo'pti, yana gap qilmay turay." Debdi, ati shundan yana ish qilmayshi.
Sen bugün ko'nglingiz nima tortdi, nima yeysiz debdi. Ve sen avval itibak tushib kelib men ismini qo'yib beray dedik. Rahmat ketsin. Eslem kim shuna gapni deb berganda, Sanay nefisede işligen vaktimizde o yol nakçıken bu kaptı dep bir o yoluna geldik de kömür kalıp o yolga naç sert o yolga. Şununla oyun tükkendeyken turup ge zigri empatda turup sızgı dese zigrika o birini koraysam cindin kokuvatime. Nime? O birini koraysam cindin kokuvatime deptike cin sizden kokmasa siz cindin ergiz kokmayın. Kopuğunda kop ketkendikin kim buludu dep sorutda kömürkallıkta ismi şehrinke desem vah 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 Arap'nın takı keçip ketkençilik var ki. 120 yosh kirgan bir buvaylar kelib ma'lumdan ko'rib keladi, cho'nglarni bir yo'qlash kerak deb uzun umr ko'rgan buvay kelib izlab bordim. Basam bir necha buvaylar o'tiribdi, mayda ularning ahvol so'rashgandan keyin so'rdim. Ben balam 70 yaş, 75 yaş, 80 yaş. Böyle 120 yaş yok. Zukurda Davut Akın diye adam 120 yaş kırdı. Aşağı berim. Dedi. Basam o'tiribdi, astayaq turib ishqalida. Assalomu alaykum buva, 120 yosh kiryapsiz. Ve aleyküm esselam. Kırıvaldım. Keşlap. Yolg'iz o'tirib ketibsiz bu. Yalnız oturmay kanda kılma. Tankuşlarım bombasa. Buva pastda bir necha buvaylar o'tirdi. Ishbash buvaylar paranglashib, mo'ngishib o'tirasiz nomda bo'lsa. Lemba 70-80 yaş uşaklarının arasında bana. Shunda bexil bir odam bor ekanda. Uyga mehmon faqat kamaytga bir kun tuyuqsiz bir mehmon kelib qopti. Hopla, qanday qilaman dedi. Ey balam makagina. Bir mehmon kelib qoldi, chiqim bo'ldigan bo'ldi ham dedi. Maqsulga yarim kilo go'shakagina. Bola dodisdagi bexil bola ekanda. Pulni ep chiqib, yarim soatdan keyin qaytib kelibdi. Yo'q qurib, "Voy balam, go'sh akamabsan qo'ydi." "Voy dada, qassobning qishig'i olgandim. Basam yaxshi go'sh o'ringsam, qaymoqda go'sh o'ray deydi. Voy bo'ldilar, qaymoqlamayman bu deb. Qaymoqchining qishig'i olsam, sana asalda qaymoq o'ray deydi. Voy nem qilmadi, uningdan asal olay deb. Asalchining qishig'i oldimda yaxshi asaldan beringsam, suvdek suzuk asal o'ray deydi. Su bizni o'ydim batulsa deb yeni keldim. Voy balam. Ha bo'pti. Biroq balam mangay urib buni oyg'in pushtung oyg'in chatoqulda ufurib dedi. Yo'q dada, mehmon kelib oyg'insib kir ketgandagini men kiyib olgan-ku. Bir aqsh tijoratchi Urumchi bankisidan 5 ming so'm olibdi. 5 ming so'mga bir haftalikka 15 so'm pul olib beribmiz degan. Mayli 15 so'm elinglar. Görek nem qo'ysa, mashinamni qo'yib qo'yay deb, mashinasini görek qo'yib qo'ydi. Bir haftadan keyin qaytib kelib, pulni o'ylang debdi. Bir haftalikka 5 ming so'm 15 so'm debdi. Mayli, men kartni eding debdi. Shuni qoni shunda so'rib. Voy, unchalar olmasangiz bo'ladi ekan-ku 5 ming so'm. Meningda 1 milliondek pulingiz bor ekan-ku. Voy, ukam. Olmasammi bo'ladi, biroq men Urumchida 15 so'mga bir hafta mashina saqlaydigan, ya'ni faqat topolmadim dedik. Bir ayol qattiq yasinibdi-da, garam deganni qilib kirpikning tepiga kirpik degan chaplab qattiq yasinib, shunda hozir chiqib qolsa, bir oshxonaning oldida bir shotut bor ekan, isig'liq. Shotut, "Hey ayol!" debdi. Kimdir deb yana ketib qolsa. "Hey ayol!" debdi, shunda qarsa. "Sen nem degan sat ayol?" debdi. Shunda voy 5 yil olib, "Mangay" deb tursa, "Abduz kelib qopti." Abduz chiqib ketib qopti. İşten qaytib yana o'tib ketib qolsa, yeliq oshxonaning oldidan. "Hey ayol!" debdi. "Nima? Sen nem degan sat ayol?" debdi. "Nere so'rlab, voy 5 yil olganda berib, yulib bir ikki dumlab oyoq ketdi, shotutga mo'shtab ketdi. Berib dassaydi, ish oshpazlar tutibdi. Voy 5 yil olganda nem deb men tillaydigan nim yo'li bor, bo'yinni yuluydiman, shifitni yuluydiman, qanotini yuluydiman. Kim baxti buni?" debdi. Yarim soat jidal qildi-da. "Voy xapimman, shotutdan o'tibdi, kichik emasmi?" deb, xo'jayinlar bu ayolni xapimman hadi deb yo'lishib ketdi.
Әтігенде, айланы іш қылмаңмамды. Маңған декен, öyle kısaltıp, Hey xotin, deptike. nim deysen? Nim deydiğini özün bilsen o? Kaşkada bir mollam, cemaatin arasında oturup gap koyup kaptı da. Şunun ulan bu gap üstün hem yer taraf yaptı. Taraf ketkendekin keteyçi. Hemimiz okup gitti bunu dep. Olacak ketipti. Ketip, önüne balçaklı olup 10 yıl iş gitti. 10 yıldan keyin bir sayatçı çıkarlar uçuruşup kaptı. Vay siz yo'qolib ketdi degandekin, voy shu yurtga baray desam, iliq ish bor, shunga borammidim desa. Sen nima shuni o'ylab yuramda? Ketayapsizlar? 10 yil o'tib ketib, unutib qoldi hozir. Deganki, xotirjam juftaqlarni elib beribdi. Berib, malning to'qmishi qarasa bir kichik bola o'ynayotgan, haymisini so'rab baqaydi. Balam sen nechinchi yil tug'ilgan? desa. Bizning malda İsmail Ağa'nda biz mollam o'sirab qo'yib 3 yildan keyin tug'ilib ketganman. Yat yaş pişiripse. Dağıtman gipini. Sal mansa 14 yaş, 13 yaşta bir bala oynayotgan. Balam sen kaçan tug'ilgan? Men tug'ilib 5 yildan keyin biz mollam o'sirab qo'yibdi ekan. Mana dağıtman gipini. 14 pişiripse. Men u ishni qilmagamsam, ishini bilmay yuram teke. Ketay bo'ldi deb. Oyog'im telefon kelibdi. Chirr telefon. Hey, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey, bordingizmi Qashqarga? Qaytaydi atma. Önümde berishingizni, yenishingizni ishdik. Hara seni qishingizni unutibdimi? Nada unutuydi? Kalendar qilib ishlatib atibdi. Rahmat. Assalomu alaykum. O'tgan barliq mehmonlar. Hammalarning yangi yili muborak bo'lsin. 2014-yil hammamizga yarashib, molchilik, to'qchilik, salomatchilik yili bo'lsin deb tilayman. Bunda deyishim, o'tgan yil yangi yilda Esamkamning chaqirib qolgan. Chaqirib doktorxonaga kirdik-da. Kirsak, "Uka, men şimdi bir ko'rib qo'ya." degan. Esamka og'zingizni ichinglar. Cho'ngroq iching. Yanim cho'ngroq iching degan. Desa, yanim undaroq açsınız desa. "Uka, men şimdi ko'ramsa, ishim kiramsa" dedi. Gündüzde bir sorun kıldık. Bu ne etti? Çoğlaba, peşkadamlaba bir sorunda. Otasak, Esamkam yaxşı paraqlarını kıpıratıp, işini içip bir balı kirdi, çaşları maylaşıp ketken, sakalları ösüp ketken, yaqıları ker, hem de kirçiraylı balada. Esamkam bakan bu, dep kirgen. Men bu nima ishing o'tdi? Esamkam, men bu mahallamda o'zimga o'xshab, o'zimga tushdiq bir chaqchaqchi. Bugün sen bilan chaqchaq tushima. Nima? Sen bir çak düşme. Ve men bir çak tushima degichi berib munchuq tushvasanmamdi. Bir çoğ bir keçilikte o'tirdik-da, o'tirsak riyosatchi so'rab qoldi keçilikni qiz tushsin. Dunyoda eng baxtli erkim kim javob berdi? Shu javobni yaxshi berganlar mukofotimiz bor deganda qo'l ko'targanlar juqib ketdi. U uni dedi, buni dedi, birisi Obama dedi, axir Esamkam qo'l ko'tardi. Qani Esamkam javob berib baqsin deb bersa, Eng baxtli er Xo'raz dedi. Voy, Xo'raz qanday baxtli bo'ldi? Ve onun 40-50 ayoli va birini qiynansinmisa dedi. Esamkamning yezidagi uyi poyez yo'liga to'g'ri kelib qoldi-da. Poyez yo'ldagilar hamda bu Esamkamni xizmat ishchisi olmabdi. Bu buvamdan qolgan uy tursa, 5 yigit 5 ayollik uy tursa bu, buni chiqish qo'ymayman. Chiqsanglar, menmi kirib o'tirib olmay, menimi chiqaytinglar. Deganiga turib ketib, "Ey Esamka, unda bo'lsa bunday qilaydi. Bu bir peshqadamadan bu odamga undaq desak bo'lmaydi. 5 yigitlik 5 ayollik uyingiz mayaq turaversin. Bu yoqda beg'ingiz o'g'an ekan, beg'ingizning matimidan bir darvoza ochaydi. Poyez mayaqdan kirib, oyoqdan bir darvoza ochaydi, oyoqdan chiqasin. Qanday?" deb turib ketdi. Ve unda qilsa qanday bo'ldi? Yerim kech soat 1da qo'q poyez kezma osmay kul chiqib darvoza ocham deydi. Kino film ishlaydiganlar onaning tug'ilgan kuni degan filmni ishlaymiz deb, Qashqarninki O'stan bo'yi ko'chisini
ne qutida mush ko'cha nihoyatda milliy pason ko'chga meshani olaylik deb bu ko'chada tijoratchilar bor ekan. Kunda soat nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Ko'chaning a tarafini ag'amchi to'rab, ma tarafini ag'amchi to'rab, o'ttirib film ishlashga boshlabdi-da, tijoratchilarmi maslashib turibdi, kino ilayotgan ekan deb. Bir kun tijorat qilmabdi. Ikkinchi kunsi yana ag'amchi to'rab, yana film olibdi-ka, 2 kun tijorat qilmabdi-da. Uchinchi kunsi kelib yana ag'amchilarni to'rab, rejissor filmni olay desa, bir odam tijoratchi g'azab ochiq bilan chiqib, "Uka, nima ish qilyapmiz? Kino ishlayapmiz. Nima kino ekan bu? Odamning tug'ilgan kuni. Analari mush ko'cha tug'ilib ekanmi?" degdek. Bir ko'cha avtobusi, bu ko'cha avtobusining hamda paloniya keldik, bukuniya keldik deydigan nemiz yo'q ekanda, shofir o'zi vaqiraydi ekan. "Ma oldidagi do'qmish az qoldik, shudg'al bo'lsa adamlar" desa, "Varang churing adamji o'rtugan o'tag'an." Yana vaqirabdi. "Oldidagi do'qmish az qoldik, a ko'cha shudg'al bo'lsa adamlar." Ko'cha kelgan yana bir debda. "Ma ko'cha kelib qoldik, a" desa, yana varang churing o'tib ketishigili bir ayol, "Ustam, men tushatdim" desa. "Xenim, abayni 3 qitim vaqirdim, men sizning nikohlarini o'qimagandan keyin birinchi qitimda hadis sunmam-da." Hammalar teshaman, xotirjam turibsizlar. Urumchi nihoyatda chiroyli qilib tutdi. Jildi kelsam Urumchida zo'r o'zgarishlarni bayqayman. Yangidan silingan bino yoki ko'rikning tagida to'ruk degandek. Endi Urumchida mashinalarning sarxilini bayqaymiz-da, eng yaxshi mashinalar bor. Lekin nachar mashinalar bor-da. Biz Nandigo'dan tushib kona bir mashina chiqib qopdimi? Uni bir bo'y haydaydi ekanda. "Mashina necha moto haydagim balam. Aynan lekin mashina 3000 so'm pul topgan. Mashina elib hozir haydayapman" dedi. Da qarasam iliqi nimalari to'liq emas. Shundan aka buninkilikqa manchi chiqdi degan birimiz yo'q bo'lsin. Ay o bo'lmagan bilan o'zim bilmayapman. Men 30 ga chiqarsam oyli chiroq taranglaydi. 40 chiqarsam buni eshik jalaqlaydi. 50 chiqarsam oqish kemmish biroq jalanglaydi. 60 chiqarsam tushirim kasildaydi bolam. Yep men bir sallang mashina ekanda, bir yosh yigit haydaydi ekan. Haydab ketib qolsa, lop bitta qizil chiroq yepga shap bu to'xtatib tursa, keyin jangni bir narsa uribdi. Kim urdi? Birab turgan-ku men buni olgan-ku deb. Shunda uchib qarasa, o'sha mashina. Bolam endi qanday qilarsan, men mashinani urib qo'ydim. Yo'q, qanday qilma aka? Ya sizni urg'inimizsa, ya mashinamizni tatib ya pulag'inimizsa, ketaverman endi deb. Aytib kelib shu mashinani g'ip deb meni vang ketib qoldi-da. Bir kamdagi qizil chiroqning yoniga kelib, lap inibga shap to'xtatsa, keyin taraq jangni uribdi. Va kim urdi bu mashinani deb shunda olib qarsa ayliq bo'y. Bolam men menga Urumchiga tunji kelib qirashimiz, ishkin doktorxon davolatdan Sulaymon Rozgamni yo'qlash bo'ldi. Oblashma hokimda shu bizni apadi. Berib hamda ro'yini ko'tarib qiziq chaqchaqlarni qiladi. Bir kamdikka so'rdim men. Sulaymon akamosh Xotanda to'liroq Mehmatning o'rniga Mat degan gapni ishlatdi ekan. Uning lekin shu bir yoq berib degani beribmay, biribdi deydi ekan desam. "Voy Akramjon, Xotanlik degan aqlliq ketdi. Sizdak berib deb aylanmaymiz, birib deb udilmaymiz." Bir og'inam bor hamdi. Ayoli shunchalik o'rin. Bugun degan ishni ertaga chiqmaydi-da. Bir kun atgan bir ishdan buni kirib qopma, o'yning butunlay kiyim kechak, o'taqdagi yer yo'q. Men bir safar o'tirdim. Bu kiyim tanladi. "Ey! Sen ko'ribdini?" Des, "Voy, anaga tumanda." degan ki, "Muzdaq qo'y bu." "Voy, kiying, ishimizni qurib ketadi." Aytdi. Angiz ko'ylakni chiqqan, ko'ylakning mayashi. "Voy, bu qanday qilma buni?" "Voy, yomayman deb oqsham esimda yo'q, yomamabdi men qarab." "Voy, sizning qo'ltig'ingizda tishingiz bormi? Nima bundoq bu kechki yutildi?" "Voy, kiying, kostyumingizning ichida qoldi." deb buni kiygizganda ishtondan olsa, ishtonning og'zi tuq. "Voy, bu qanday qilma bu og'zi tuqqu" des. "Voy, buni unutqapman, shunday yamayman deb esimda yo'q." "Voy, siz bundoq o'tamaysiz, voy derdi. Qisib o'tadam sizni."
Esamkam bir başlıqni izlab beribdi. Bardiki atkining aytgan, o'ginkining, undikining, shundikining baraverganki katib esamkamni endi tortib. Ve aka quruq gap qilmoqda dedi. Deb ketib bodam o'tsi ham bir sho'lga ketdi. Uka, bak gapimni bir anglat. Ve aka bu nima qilganimiz bu debdi. Quruq gap bo'lmaydi deb anglab gapimni nem deb qo'ydim. Bir mekiyan bilan bir kala o'zaro paranglashib qopti. Mekiyan debdi-da, "Ey kala qara. Men mush uzunni bilan haqlan tuxum bilan ta'minlayapman. Uning ustiga yaqinni yaqin shu to'pamdan chiroqni yiqib qo'yib, kechida mutug'yapman. Mushuncha ular Japan tasam to'xta. Ma'ningga bir yam qo'shib berayli, yoki quvvat bir narsa qo'shib berayli, yoki damilish qilib berayli. Ya. Bek ko'nglim keldi, bir rahmatmi yo'q degan kala. Ay, nimanchilar o'zingni ufurtsa. Voy, men azaldan beri haqlarni sut bilan ta'minlayapman. İçivadıdır. Halklık çirmaydigan nimalarni qo'shib setyapti. O'g'irlik qilib, to'q bilanmi seg'yapti. Onun ustiga bolasini imitmay, mening sutim bilan beqyapti ba'zi haqlar. Uningga rahmat yo'q. Yantiqmi Shimol Shinjongda ash G'o'lji tarafida hammasi atgancha ichdi. Voy, mush vaqt biroq G'o'ljilik kelib meni bir opa deb taqdimi? Xeyri bir mo'may öyle ballarını, nevlerini tillab aramamapti-da. Yo'q qilash, mama deb atrofimni cho'g'lab Qizilbuloqning jillarida bosh momang yo'qmi sen haqning? Degandikin o'g'li doktorga apiribdi. Apagan doktorlik murdak niminim da u yerga yiqib tashirib. Lekin afkam. Apingizda ya bir qon quyuq yo'q, ya bir meni qo'rilish yo'q, yoki bir shekar og'riq yo'q, yolg'izchilik. Vaqtida bir to'yni qilib qo'ying debdi. Qanday doktor ma'lum endi babamning to'yini qilib kerakmi deb vaqirabgan, mo'may angla qilib. To'xta balam, to'xta. Balam to'xta. Shu qo'shib qilay, doktorning degani bir qilgani. Biz burunmuş Ürümçi kelgan vaqtimizda bakim burun emas. Bakmi yaqin emas. O'tirliqda Esamkam bilan keldik biz. Kelgan vaqtimizda ustiga yotoq, asti bir restoranga bizni shu yotoqda yotimiz, restoranga mehmon chaqirdi. Chaqirgandan keyin bu yerda chaqchaq oldi, naqsh oldi, bir shoir bor aka, ichibopti, hech kim she'r o'qima demabdi-da. Shundan Esamkamdan Esamkam bir qumli she'rim bor, o'qib bersam bo'ladimi degan. O'qi uka, biz birdam o'ramalayli degandi. Singlimga deb o'qidi, uzun she'r ekan-da. O'qib, Esamkam singlimga degan she'rim qanday o'qib deb chapandatgan. Yaxshi, jamiyat ishning o'zini debsa, yaxshi deb maqtadi. Şunu qaytadigan bo'lib, hammamiz ishning tuyib kelsak, yana kapta fungintat. Esamkam singlimga degan she'rim bo'ptimi? Yaxshi, bundan keyin texmi yaxshiyaz, texmi ilgirlar. Yuringlar mangayli deb mangdoq. Soat 12dan keyin liftni to'xtatadigan o'chaqda. So'ng palampaydan chiqish to'g'ri keldi, Esamkamning demiyat modatda. deb bir to'xta birdan oram elib olaymi demim yetmidi deb turadi shoir nerdan paydo bo'ldi? Tak chiqibdi fungintat. Esamkam singlimga degan she'rim bo'ptimi? Dedim-ku, baş yaxshi dedim-ki, ilgirlar dedim, bo'ldi-ku. Devrimse tepigi mıngazır tüvengi tatip. Degan qapmay Esamkam deb shunga deb tushirib. Şunu mangdı bu Esamkam. Ya neç qavat va? Ben 5 qavat va Esamkam g'ayrat qildim. Ürümçi degan binani ağamchidek soldigan yakina. deb bir to'xta demim yetmedi. Deb turadi shoir nerdan paydo bo'ldi? Tak yugurib chiqdi, funi yerida Esamkam singlimga Voy, achingni sangni qo'yaycha buni. Tuqqa yo'qlab Toshkentga chiqdim. U yerda bizning bir cho'ng dadimizning o'g'li bor. She'rga bakavat qildigan. Ammo u yerda cho'nglar Uyg'ur tilida, yoshlar, navrichavorlar o'zbek tilida paranglashir ekanda. Men dedim, "Ancha men she'r yozib turyotamsiz sen?" Yozib turaman. Ko'plagan she'rlarni yozganman. Yezib chiqyotam do'st. Ko'plagan ma'noli she'rlarni gazetga yuborsam, matbuotga bosmayapti. Nimishga? Ma'no yo'q deyapti. Shunaqa yaxshi she'rlarim bor, sizga o'qib berayin-a? Deb bir ko'plik she'rni oldi. Ma'no bor yo'qligini o'zingiz biling. Yaz yaxshidir, yaz yaxshi. Yazdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birini qatsam 100 bo'lar. Voy bek ma'noliq kim bo'lsam.
yana bir kublik var. Daryodan suv ketganda qash ko'rinadi. Tuvoqni ko'tarsangiz ash ko'rinadi. Sochni aldirsangiz bosh ko'rinadi. Ko'sa odam har doim yosh ko'rinadi. Shunaqa ma'noli she'rlarni yozib yuborsam bosmay, boshqa bir shoirning she'rlarini gazetga bosdilar. Uni ham ashulachi qiz yigitlar qo'shiq aytib restoranda ohangga solib qo'shiq aytib yurishibdilar. Sho'xshiq o'ynang yorim daryo bo'yinda, sho'xshiq o'ynang yorim daryo qirg'oqlarida. Nimaga sho'xshiq o'ynaydi daryo tursa? O'ynayotganda shalaqqada suvga tushib ketsa qanaqa qiladi? Ha? Men ham yozish kerak, biroq oqibatni o'ylash kerak-da. Men ham o'zgartib yozdim, sho'xshiq o'ynang yorim reshatkasi bor daryo bo'yinda. Demek çoğunlarının qiziqishi, yoshlarning qiziqishi har xil bo'ldi, cho'nglar uningga o'xshamaydi. Yashangan kishilarimiz, cho'ng dadlarimiz, otalarimiz, ya'ni o'zininki burungi ishlari o'tmish to'g'riliq paranglashadi. Mening bir cho'ng opam bor Urumchida, davomli kechida ko'rgan ishni attiganda o'raydigan. Oqshom qarang tushunda, mushkuk osmonda uchib o'tqadakmoqda. Bir kanda yenimde birisi uçqanda qildi, mashtalı qarasam, buni televiziyada ovoz berdigan yolqin safar, mashak bir chambarakni taqab olibdi, uchib o'tdi. Men "Voy, bu bola g'aribga o'z yolg'iz nomag'ili mengibdi-da" dedim. Desa yendik ayol, "Voy, uçqa yaxshi. Shuning bilan qarangmish, bir kanda mush olim kamlarning kuni qorasi deydikmi? Eliq peshayvallar o'lib bitsa, mayaqda bir qor yog'ashining tagida Ömerjon olim mashadin bir qo'li cho'rtli yo'q, putida duttachilib, anam-anamni aytyapti. Bir kam bilan mush oppoq tumanning ichida yugidakmi? Tumanning ichidan oppoq chapanni kiyib, oq otni minib, qo'lda bir tal jajagayni shimib, rahmatga yashaysiz. Kevatdi. Voy deb yiniga balsam, keliq jajagayni menga beribdi-da, men opdi-dakmi des. Voy jajagay bagini yo'lagini arvala yo'laydi. Ang'ichlab mushu jiyanning ichidagi iliq koni to'no degidakmi? Zulm qizlar nay yaqqan. To'noda odilmijit deb nay yiqyapti-da. Bir kam dikillanmış konsul kuch ketpag'idakmi? Oyoqdan Dilshatroydin o'z ko'zi qamchi izga qechib ketyapti-da. Kendini Hamid otni minib qo'g'layapti-da. Haqla, haqni do'rg'anning aqoti yomon deyapti-da. Ang'ichlab oyoqdan ikki chamadonni so'rab Mirzat olim ketyapti-da. Voy balam, nega ma'lumsiz o'y desam, Urumchida tako'chilarni chiqyapti. Tako'chiga ko'ngan odam cho'ng ko'chiga ko'namaydi-ku, Qashqarga mangdim deyapti-da. Ana shundoq uzundan uzun ishlarni ko'rgan mehribon onalarimiz, xushchaqchaq otalarimiz bizning baxtimizga salomat bo'lsin. Qiz, o'g'il, kelin-ketak, kuyov'g'il, navri-chavrlar yig'ilgan mana shundoq ulug' ayam kunlarda uylarimizga barakat yog'sin. Tilaydiganim ilohim, etliq dasturxonlarimiz mo'l bo'lsin, to'y ustiga to'y bo'lsin. Rahmat.